koinotdagi eng katta kuruni yonginasida joylashgan pub biznes top obyektimizni havola etamiz. O'zimizni tadbirkor akalarimiz uchun eng zo'r top lokatsiyada obyektimizni havola etmoqchimiz. Yo'l yuzidan 100 metr masofada, Kadisova bozor va metro stansiyasidan 1 kilometr masofada Yashnobod tumani Xosiyat ko'chasida joylashgan 375 sotuv maydonga ega uglovoy tushgan xonadonimizni obzorini qilib bermoqchimiz. Yashash maydoniga to'xtaladigan bo'lsa 300 kvadrat 9 ta xonani tashkil etadi. 2010-yil barpo qilingan, polностью pishug'ishdan solingan, 15 ga 25 tushgan, yonida o'zini tepasi, детская planshatkalari joylashgan. Ichkariga to'xtaladigan bo'lsa 3 ta mashinaga mo'ljallangan vyezdi, tashqarida yana bitta mashinaga narujная parkovkasi, palissadniklarimiz joylashgan qadrli do'stlar. Polностью yashil hududda epitsentrda joylashgan ushbu xonadonimizni narxiga to'xtaladigan bo'lsa, o'rtoqlar 300 ming AQSh dollari belgilandi. Xohlaganlar uchun hostel, maktab, bog'cha qilib foydalansanglar bo'ladi. Yonimizda Kanechka Somsa joylashgan, Kadisova, metro, targoviy tochkalar, targoviy sentrlar, avtosalon va hokazo. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.